Aziz yurtdoshlar, obunachilar, Agroeksport kanalining obunachilari. Olmani kosa shakl berishi mana bunaqa bir shakl beriladi va bular agar M9 bo'ladigan bo'lsa, mana shu 2 yillik ko'chat bo'ladi, hosil beradi. Agarki mahalliy olmani o'zini payvand qilgan bo'lsa, olmani o'ziga olmani ko'chatini payvand qilgan bo'lsa, mana bunaqangi meva bermaydi. Meva berishi kechikib ketadi va daraxti mana bundan yo'g'onroq bo'lib 4-yil va 5-yildan mevaga kirish boshlaydi. Mana buni biz tajriba asosida payvand qilganmiz. Mana bu yerda payvand joyi o'zi ma'lum. Bunisi olma, bu ham olma, bu ham olma. Bunisi ko'k, ya'ni bakalli simon olma navini nima qilganmiz va bu yerdakisini bakal simonlik sariq olmasidan payvand qilganmiz, lekin hali beri hosil bergani yo'q. Gidetto bu ko'chatimizga 3 yillar bo'ldi. Hali mevaga kirgani yo'q. Chunki sinadik tajribada. Farqiyatini bildik. Bozorda ham xuddi shunday olma ko'chatlari sotiladi va rasmini ilib qo'yadi-da, aka siz haqiqatdan sizniki olma ko'chat ishonchli, haqiqatdan eksangiz olib olasiz. 2-yilda mevaga kirishni boshlaydi deydi. Yo'q, 2-yilda mevaga kirmaydi. M112, M119, M120 tak payvandlar, ularga ulangan olma qalamchalari va ko'chat bo'ladi. O'shalar 2-yildan hosil beradi. Yon shoxlar mana bunaqangi egiladi va egilib turib gullashni boshlaydi. Mana bu yerda gullashni boshlaydi va 3-ket qismida mana bu yerda ya'ni lederlik shox bo'ladi. Mana bunga kasallik tushibdi. Mana shunaqa kasallikdan sho'rvo'yli olmalaringizga mana qurt tushishi boshlaydi va bargni yeyish boshlaydi va mana bunaqangi kasalliklardan ehtiyot bo'linglar. Dorisini sepinglar. Agar olmalaringiz tak payvand bo'lgan bo'lsa ham, xuddi mana shunaqa kasallik bo'lsa, obязательно barglari shunaqa kasallik tushgan bo'lsa, obязательно sepinglar va narsani hozir yana ko'rsataman. Yana shunga duch keldim. Va mana o'rgimchak tuxum qo'yib, o'rgimchak mana tuxum qo'ygan, уже yeb mikrob tarqatgan. Mana уже mikrob tarqatganda bargda уже yeb tamom bo'lgan. Mana pardasimon onasi pardasimon tuxum qo'yib, o'sha nima bo'lib o'rgimchak chiqib ketgan. Uzumlarda ham xuddi shunday duchor kelasa, uzumlarda ham xuddi shunday, giloslarda ham xuddi shunday nimalar bor. O'rgimchaklar tuxum qo'yadi va o'rgimchaklar yashil qurt tuxumidan va o'rgimchaklar tuxumidan yashil qurtlar paydo bo'ladi va mevali daraxtlaringizni yashil novdasini mevasigacha yeb nobud qiladi. Shuni ehtiyot bo'linglar. Asosan qaysi paytlar asosan kun issiqlariga o'sha nima bo'ladi va kun sovuqlari ular varanka qilib o'rnashib bo'ladi. Varanka qilib o'zi tuxum qo'yib ketadi va o'shaning ichida parda qilib tuxum qo'yib ketadi va ichida qurt paydo bo'lib turib, qurt kattalashib turib yeb nobud qilib ketadi. Mana bunaqangi olma ko'chatlariga kelsak agar, M9 ya'ni M9liklar oddiy mana bunaqa yer namligi, bir xil haroratligi yerlarda ekiladi. M120lar
zaxli joylariga va chidamli joylariga ekiladi, hosil olinadi. M112lar larmi joylarga M112 takpaymonli olma ko'chatlar va gelos, nok o'shalar. Shaptoliniki ham Tojikistonga kirganmi yo'qmi bilmayman. Lekin shaptoliniki Yevropada, Belarusiyada va boshqa davlatlarda M9, M8 ularni ham xuddi maxsus takpaymanda bo'ladi. Ular bo'yi ko'p o'sib ketmaydi, karli pakana bo'ladi va hosil ikkinchi yildan hosil kirish boshlaydi. Ikkinchi yildan hosil kirganda olma, nok, geloslar nimalar 3 kilogacha hosil beradi. 3 kilodan to 7-8 kilogacha hosil beradi. Gelos, olma, nok, shaptolilar. O'shalar hosil beradi. Olmani erta pishari bor, mayski, qizil va yirik hosildorligi zo'r. O'shalardan eksa bo'ladi. Keyin o'rta miyona o'rta davr oyiga kelganda, avgust oylariga kelganda u pishish ikkinchi patoga pishib boshlanadigan navlari bor. Keyin kechki pishadigan navlari bor. Golden, Pinklet, Red Globe navlari bor. Ular ham bo'ladi kechki va qor yoqqanda ham daraxtida turadi va suvli olmalar hisoblanadi. O'shalarni ko'chatini asosan YouTube tarmog'ida ishlaydigan, qo'rqmasdan sotadigan odamlardan so'rasalaringiz, ko'chatingiz olma ko'chatingiz takpaymanda nechilikka ulangan va bozorda ham olmoqchi bo'lsangiz, olmaning ko'chati takpaymanda qanaqaga ulangan, nimaga ulangan deb so'rasangiz va nechinchi yildan hosil keladi va kasalligi qanday va necha yilda qancha hosil beradi, shu savollarni bersalaringiz javob bera olsa, javob bera olmasa olib sotarlar. Agronomlik sohasini o'qimagan va bilimi yo'q. Chunki ularga sotish qiziqtiradi, tavsiya berish qiziqtirmaydi. Ular masalan odamlar aldab sotish, keyin insonlar yana bitta narsaki, Tojikistonda insonlar, akalar, nimalar ko'pchiliklar bog'dorchilikda orqada qolib ketgan. Ya'ni bilim saviya pasayib ketgan. Hovlisiga eksa ham ishonib, bozorda ko'chatiga ishonib olib ketaveradi. Dehqon olib chiqsa agar, undan olmaydi va arzon deb, ishonchsiz deb nima qiladi, yo bo'lmasa qimmatroq bo'lsa, qimmat ekan deb nima qilmaydi. Yo'q, qimmat va nimasiga qaramaydilar. Dehqon olib chiqsa, qo'rqmasdan sizga tavsiya etadi. O'sha xudodan qo'rqadigan dehqon bo'lsa agar, halol dehqon bo'lsa, o'shandan qo'rqmasdan turib olishlaringiz mumkin va hovlilaringizga, tomorqalaringizga ekishlaringiz mumkin. Tavsiya beraman sizlarga. Xudo xolasa kelasi yilga nasib qilgan bo'lsa, takpaymanli ko'chatlar olib kiraman inshaalloh, xalqimiz uchun va yurtimiz taraqqiyoti uchun. Nimagaki bizlarga ikkinchi yildan zamonaviy va intensivniy mevali ko'chatlar kerak. Intensivni uzum navlari va olma va nok ko'chatlari, mayski, gilos, intensivni navlari kerak. Chunki taraqqiyot bo'ladi, rivojlanish bo'lyapti. Salomat bo'linglar, tashakkur.